Kofe iste'mol qilish hayotingizda qanchalik ko'p bo'lsa, ayrim moddalar kamayib ketish xavfi shunchalik ortadi. Kofein magniyni buyraklar orqali chiqib ketishini kuchaytiradi. Magniy esa mushaklar, yurak faoliyati, sifatli uyqu, gormonlar muvozanati va stressga chidamlik uchun muhim mineral hisoblanadi. Shu bilan birga kofe kalsiyning so'rilishini kamaytiradi. Uni yo'qotishini ham oshiradi. Kalsiy nafaqat suyaklar uchun, balki nerv impulslari o'tishi, yurak faoliyati, mushaklarning qisqarishi va gormonlar muvozanati uchun juda zarur hisoblanadi. Natijada shunday aylanma holat yuzaga keladi. Inson quvvat olish uchun kofe ichadi. Ammo kofe ko'paygan sari organizmdan magniy va kalsiy ko'proq yo'qoladi. Bu minerallar organizmda kamaysa, charchoq, xavotirchanlik, yurak urishi tezlashadi va turli energetiklar, qahva, shirinliklarga ehtiyoj kuchayadi. Shunda yana kofe ichgingiz keladi. Shuning uchun kofeni to'liq tark etish shart emas, balki uni me'yorida ichish va kalsiy va magniy mahsulotlarini yetarli darajada iste'mol qilish tavsiya etiladi.